Assalomu alaykum, Islomjonimiz kanali obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, chorva ishqibozlari, Arashan Hisor ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga o'tda gigant Arashan Hisori qo'chqorlarimiz, sog'liqlarimiz, ona bolalarimiz yetib kelgan. Videoni oxirigacha kuzatish tavsiya etaman. Akalar, bugun hafta kuniga juma 17-aprel 2026-yil. Biz video syomkamizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahand qishlog'ida, ya'ni o'zimizning xonadonimizda olib boryapmiz. Mashalloh, maynaqa yiltir qop-qora yaltiraqdan so'ragan aka-ukalarimizga toza hisorini zo'rini olib kelib qo'ydik akalar. Junini qaranglar akalar. O'zi to'kib bo'lgan, taglari qolgan. Ustilari yaltillab o'sha toza elitniy hisori akalar. Buni qaranglar, uzunligini qaranglar, parametrda akalar. Mashalloh, haqiqiy zo'rini, elitasini, go'zalini boqaman degan aka-ukalarimiz bemalol aloqa chiqarasizlar. Maza qilib, qo'yga qo'shib foydalanasizlar. Akalar, bu qo'chqorimiz 2 tishdan 4 tishga o'tyapti, yoshlari. Mana akalar, qo'chqorimiz haqiqiy super elita, uzun gigant narsa. Dumbalari ham mana tikka, toza o'sha raketa dumbadan akalar, mana bichilmaydi, hech ne. Xohlasa shu vahalaga akalarimiz suyadigandan. Va kalla oshlari ham, yunglariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Toza o'sha simjun yaltilladi. Mana akalar, metrimiz xudo xolasa birdan boshlanyapti. Hatta yana bukilmaydigan shunaqa metrdan olganmiz inshaalloh. Mana bo'ylari akalar. Mana realni bo'y. Inshaalloh bemalol o'zlaringiz uchun ko'rib olasizlar. 97-98 sm o'ynayapti akalar. Mana jonivorimiz. Akalar, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Mana shunaqa toza elitniy hisoridan olaman degan aka-ukalarimizga, juni o'zi tilaydigan simjun yiltiraqdan olaman degan aka-ukalarimizga bemalol tavsiya etib o'tamiz. Narxi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan $1,500 qilib beramiz akalar. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar. O'zi tilaydigan toza elitniy raketa dumba hisori qo'chqorimiz 4 tishda akalar. 2 tishdan 4 tishga endi o'tyapti. Mashalloh, aloqa chiqarasizlar akalar. Mana akalar, navbatdagi qo'chqorimiz. Mashalloh, haqiqiy super elita gigant. Liniya bayar akalar. Qirg'izistondan qo'zligida olib kelganmiz. Olingan videolarigacha hamma yo'g'i tayin akalar, dokumentalni. Olingan videolari ham Qirg'izistondan olingan akalar. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Qo'chqorimiz 2 tishda endi 4 tishga o'tyapti. Mashalloh, vesovoy narsa akalar. Mana buni qaranglar. Usti bilan pastga kelgan enini. Haqiqiy gigantini, qoni tozasini, zo'rini boqaman degan aka-ukalarimiz aloqa chiqarasizlar. Maza qilib qo'yga qo'ysin. Bo'ylari ham akalar 97-98 sm. Endi 2 tishdan 4 tishga o'tyapti, yoshini qaytarib o'tyapti. Kallani qaranglar. Kattaligini, qo'yga irg'ishiga, xudo xolisa dayishli qo'chqorimiz. Qo'zlari tushdi akalar, qo'zlari chotga tushgan. Qo'zlari zo'r tushgan. Maza qilib, xudo xolisa qiziqqanlarga sotamiz akalar. Xo'p, bo'ylari 97 sm. Dumbalari razrez dakansa akalar mana. Dumbalari o'ta chotki narsa mana. Jonivorimiz dumbasi razrezli, xudo xolisa chotki narsa. To'shlari ham o'ta yo'q mana. Baqa chiqqan to'shdan akalar. Oyoq qo'llari ham juda baquvvat qo'chqorimiz. Mana akalar, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar, xudo xolisa qo'chqorimiz liniya bayar. Bo'ylari 97-98 sm, 2 tishdan 4 tishga o'tyapti. Mashalloh, haqiqiy gigant akalar. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Narxi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan $1,500. Haqiqiy zotiga, qoniga javob beramiz akalar. Mana shu qo'chqorimizni. Akalar, mana navbatdagi kashtan sog'lig'imiz. Mashalloh. Yaltillab yotibdi. Toza kashtanning sog'lig'idan, zo'ridan boqaman deyotgan aka-ukalarimizga kashtanning zo'ridan olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa akalar, qo'yimiz bo'g'oz. Avvalo shu narsa deb sotamiz, o'zi tulaydigan variant akalar mana. O'zi tulab, hashilarida yunglari qopti. Yelkasida qolgan ozgina qovunjilari o'zi tulab bo'lgan. Haqiqiy kashtanni mana shunaqa toza sog'lig'idan qidirib yurgan aka-ukalarimizga kashtanni toza sog'lig'idan, mashalloh. Buni akalar, yunglarni qaranglar, toza yaltillab yotibdi. Dumbalari ham mana o'ta chiroyli narsa. Mana dumbalari ham akalar. Qo'yimiz haqiqiy zo'ridan dumbalarini hamma yo'g'ini ko'rsatib o'tdi akalar. Kashtanni tozasidan, maynaqa simjunidan, yiltiridan, o'zi tilaydigan sortdan boqaman deyotgan aka-ukalarimiz uchun narxi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan akalar $700 bo'lishi akalar. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar.
Mana shunaqa qoni toza, o'zi tozasidan, nasli tozasidan qo'y qilib olaman deb, boqaman deb yurgan aka-ukalarimizga mana shu video jo'natib qo'yasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasidan $700, kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar. Maza qilib qo'y qilib olish uchun, xudo xolasa zo'r qo'y. Dumbalari ham juda chiroyli. Mashalloh, aloqa chiqarasizlar akalar. Akalar, mana navbatdagi qo'chqorimiz, mashalloh. Haqiqiy zo'ridan. Qarasham mana hisordan tushgan seleksiya natijasi. Quloq voshdi, kalla voshlarini qaranglar. Stogani qaranglar akalar, qo'zichoq. Qo'zimiz 8 oylik, 9 oylik qo'zi. Haqiqiy gigant super elitasi akalar. Mashalloh. Mana buni qaranglar. Haqiqiy quloq voshlari ham haqiqiy shalpon quloq. Shu katta quloqdan bo'lgan arashanga tortgan akalar, korpus hamma yo'g'i. Arashanda qora variant. Mana haqiqiy go'zalini, zo'rini boqaman deyotgan aka-ukalarimizga haqiqiy go'zal zo'rlari kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Yoshlari 8 oylikdan o'tgan 9 oylikka borib qo'ygan qo'zi. Dumba oshlarini ko'rsatamiz akalar mana. Stokalarni qaranglar, oyoq qo'lda tikkaliklar. Dumba mana tikka razrez akalar mana. Mashalloh, oyoq qo'lda baquvvat, haqiqiy zo'r mana. Kalla oshlari ham o'ta cho'tki narsa mana. Quloqlari shalpon quloq. O to'shni qaranglar, to'shni. Baqa chiqqan o'sha yirik to'shni akalar. O'tda grutkasi katta qo'yamiz. Mana quloqni qaranglar. Kalla garbonuslari ham o'ta chiroyli. O'sha yiltir variantda mana quloqlari ham akalar. Mashalloh. Mana. Kimga qiziq bo'lsa, hozir bo'ylarini ham parametrlarini o'lchab o'tamiz. Superlarini boqaman degan aka-ukalarimizga, qo'yga qo'shaman degan aka-ukalarimizga 9 oylik qo'zimiz. Xudo xolasa hozir parametrlarni o'lchaymiz. Akalar, metrimiz xudo xolasa yerdan yelkasigacha 90 ga yaqin akalar, 90 sm, pashti 89-90 sm. Akalar, xudo xolasa parametrlarni ham o'lchab o'tdik. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Arashanda mana shunaqa qora ranglisidan boqaman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa zo'ri. Narxi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan akalar $1000 xayrini qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Maza qilib qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimizga narxlarni ham yo'lida qo'yyapmiz. Inshaalloh aloqa chiqarasizlar akalar. $1000 xayri bor akalar. Qo'chqorni zo'ri elitasi akalar mana. Akalar, mana kashtanda ona bolasidan so'ragan aka-ukalarimizga kashtanda ona bola variant. Mashalloh, haqiqiy zo'rlar akalar. Islomjon, arzonroq qo'ydan ham ko'rsating degan aka-ukalarimizga arzonroq qo'ydan ko'rsatyapmiz akalar. Mana uni qaranglar. Bolasi o'ziga yetib qolgan akalar, kashtandi bolasi. Onasi mana toza simjum, bu ham kashtan svetli yiltir narsamiz. Videoda qanaqa chiqyapti bilmayman, yaltirlayotibdi jonivor. Kashtandi o'sha mashnaqa variantda mana. Buni ham dumba oshlari tikka mana. Ideal, xudo xolasa haligacha bolasi emadi akalar. Bolasini oma juda yetib baland, semiz qo'zimiz. Bolani zo'r boqar ekan qo'y bor-ku. Mana shunday kashtan boqayotgan aka-ukalarimiz agar haqiqat bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Bolani badani o'ta semiz ekan. Bolani shunaqangi boqqan endi o'ta biqqi bolasi. Xudo xolasa mana shunaqa kashtan zo'rini olaman deb qidirib yurgan aka-ukalarimizga yoshlari ham yosh, 6 tish qo'yimiz. Maza qilib qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimizga narxini ham yo'lida qilamiz. Bolasini o'zini ham mashina shuni yungini agregat qilib qo'yilsa, kashtan chiqadi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Zikrlamakka o'sha. Mana kim tushunsa akalar mana. Yungini ichi kashtan. Bitta mashinasini mashinkada olib ozgina boqilsa, yaltillab onasiga o'xshab kashtan svetda bo'ladi qo'zimiz. Hozir buni bo'yini o'lchaylik deb bolasini. Mana akalar, metrimiz birdan boshlanyapti, xudo xolasa. Bo'ylari mana 70+ jonivorimiz. Haqiqiy qo'zini zo'ri mana. Onasi shunda 80 ga yaqin akalar. To'g'ri, oshcha katta emasdir, lekin maza qilib qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimizga tayyor ona bola. Onasi ham xudo xolasa qo'chqor bilan yuribdi, yana qochib qolgan bo'lishi ham mumkin. Inshaalloh. Mana uni qaranglar, svetliligini. Yuzlari ham o'sha yaltillayotadigan toza kashtandan. Maza qilib qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimizga narxi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan akalar 9,5 million so'm qilib beraman. Mana qo'zini ham o'zi
3,5 million, 4 million sotilyapti. Ona o'shanda 5 million bo'lyapti. 9,5 million ozmos xayrini ham qilib beraman akalar. Kimga qiziq bo'lsa mana shunaqa ona bolalar maza qilib boqaman degan akalarimiz aloqachi qo'rasizlar. Toza kashtanni zo'r akalar mana. Maza qilib boqasizlar, xudo xolasa. 9,5 million xayri bor, O'zbekiston bilan dastavkasi ham bor. Bemalol aloqachi qo'rasizlar akalar. Akalar mana navbatdagi qo'yimiz. Bitta akamiz o'tda gigant arashan qo'chqor qo'shib qarovuz qolib ketgan ekan. Ammo bolasi o'ta semiz danak. To'shlarni qaranglar. Bolani zo'r boqqan qo'y. Quloqlari ham shalpon quloq, shu oq yuz, oq quloq arashan qo'zimiz. Dumbalari ham shu oyoqda bolg'onligini qaranglar qo'zini. Mashalloh, mana onasi. Dumbalari ham tikka, haqiqiy, qoni toza, o'zi toza qo'zimiz. Zo'r, ideal qo'ziga gap so'z yo'q. Mana akalar, xudo xolasa mana shuni o'zim boqib semirtirib olaman deyotgan aka-ukalarimizga. Onalari ham shalpon quloq, bolalari shalpon quloq. Bolasi glavni akalar toza arasha. Mana buni qaranglar. Mashalloh. Kimga qiziq bo'lsa aloqachi qo'rasizlar akalar. Mashalloh, qo'zini qaranglar. Baqavatli. Onasiga yetib olgan. Qo'zimiz 2 oylikdan jicha-picha o'tib qolgan. Dumma o'shlari ham juda klass narsa qo'zi. Onani ham stoykalari o'ta go'zal, kallalari ham chotki narsa akalar. Prosta aytibman, ayber shu juda oriqlab ketgan. O'zim semirtirib boqib olaman deyotgan aka-ukalarimizga qo'zini qaranglar. Haqiqiy super akalar. Mana haligacha yemadi. Bo'ylari ham 75 qo'zimizda. Mana jonivorimiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqachi qo'rasizlar, mana dumma o'shlari ham juda klass narsa. Tikka. Maza qilib qo'yib olaman deyotgan aka-ukalarimizga stoykalari tikka qo'zimiz. Aloqachi qo'rasizlar akalar. Xudo xolasa zo'r. Mana akalar hozirgi qo'zimizni qo'zi. Jonivorimiz. Haqiqiy go'zal.